Men Qorabekova Sevara Rustam qizi, Ichki ishlar vazirligi akademiyasining 3-bosqich kursantiman. Men sportning yengil atletika, uzoq masofaga marafon yugurish turi bilan yillar davomida shug'ullanib kelmoqdaman. O'qishga qabul qilinganimdan so'ng akademiyadagi sportga qaratilayotgan yuksak e'tibor hamda ta'kidlanishi lozim bo'lgan yuqori darajadagi sharoitlar meni e'tiborimni tortdi. Shu bilan birgalikda sport sohasida o'z ustimda ishlash uchun yana bir eshikni ochdi. O'quv yillari davomida men g'olib, yangi nafas, yugur talaba, shu bilan birgalikda birlashsak xalqimiz, bir bo'lsak vatanimiz shiori ostidagi 3, 5, 10 kilometrdagi marafon musobaqalariga qatnashib, faxrli 1 va 2 o'rinlarni egallab kelmoqdaman. Ushbu yutuqlarimda ustozlarimni menga bergan ko'maklari, ko'rsatgan to'g'ri yo'llari, o'rgatgan texnikalari juda katta yordam berdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Akademiyada olgan bilimlarim asosida kelajakda yetuk mutaxassis kadr bo'lib yetish bilan birgalikda sport sohasida ham o'z ustimda ishlab, O'zbekiston Respublikasi bayrog'ini yuqori cho'qqilarga ko'tarish hamda ichki ishlar organlari nufuzini turdosh huquqni muhofaza qiluvchi organlar orasida yanada yuqoriga ko'tarishga harakat qilaman. Men tanlagan kasbimdan faxrlanaman. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman.